Yaponiyadagi metan zapravkalari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum azizlar ko'rarmanlar. Biz hozir Yaponiyaning o'sha viloyatdan viloyatga yo'lda ketayotgan paytingizda tayyor qilib qo'yilgan servis arealari, ya'ni xizmat ko'rsatish, dam olish hududida turibmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, o'sha Yaponiyada viloyatdan viloyatga safar qilayotgan paytingizda yo'llarda mana shu katta trassadan kelishda mana shunday ajoyib dam olish joylarini tashkil qilib qo'yishgan. Mana mashinangizni mana shu joyga qo'yasiz va bu tomonga kelsangiz bu yerda narsa sotib olish uchun do'konlar, ovqatlanish uchun ovqatlanish joylari va albatta mana bu yerda hojatxonalar tashkil qilingan. Nafaqat bu yerda hojatxonalar tashkil qilingan, balki dush qabul qilib olishingiz uchun dushlar ham tayyorlab qo'yilgan. Va albatta Yaponiya bo'lgandan keyin mana bunday 120 xil chiqindilaringizni tashlash uchun chiqindi to'kadigan qutilar ham tashkil qilib qo'yilgan. Biz hozir Tokiodan Osakaga yo'l olyapmiz. Bu Tokiodan Osakaga deganimiz xuddi Toshkentdan Buxorogacha bo'lgan joy sanaladi. Biz hozir adashmasam bir 6 soatlik yo'l. Shundan birinchi 2 soatimizda mana shu yerga kelib to'xtadik. Yaponiyada mashinada harakatlanib ketayotganingizda 2 soatdan keyin sizni mashinangizdan baland ovoz chiqishni boshlaydi. Ya'ni rulga o'tirganingga 2 soat bo'ldi, dam olmaysanmi deb mashinangiz urishib beradi. Shunaqa gaplar asosida ko'rarmanlar. Endi biz ham 2 soat bo'lganligi munosabati bilan mana shu yerda ozgina hordiq chiqarib, keyin yana yo'lga chiqamiz. Salomat bo'ling.